san'atini sultoni Hazrat Shirin aka Jo'rayev kelyaptilar. Iloyim doimo baxtimizga sog'-omon bo'lsin. Hamisha mana shunday davrlarimizni ajoyib kun toji bo'lsinlar. Davraga O'zbekiston xalq hofizi Navoiy mukofotining laureati sadosi Osiyoni bulbuli Shirin aka Jo'rayev hazratimizni davraga taklif qilamiz. Bugün davramızdan mehmonlari barcha bilan san'atsevar xalqimizni ajoyib xabarda. Assalomu alaykum. Mehmon keling. Qaysizlar? Hozir yaxshi. Yaxshi turibsizlar. Odamlar to'smasdan bir shekilde. Boshqa odam qamoqdan qatdi. Hepsiniz mehmonlar. Ilhomjonda bugun yaxshi kuniga yaxshi do'stlari, birodarlari yig'ilibdi mana. Alloh umrini ziyoda qilsin. Sog' salomat bo'lsin. Farzandlarini, nur yo'ldoshini, qarindosh urug'larini baxtiga, el yurtni baxtiga sog' salomat, chiroyli hayot kechirib, sizlarni hammangizni va bizlarni ham xizmatimizni qilib yursin deb qalbdan Muhsin Yahyo qani? Kelin. Bittang ayting shekilli, yana bittang ayting. Sog'. Bular Xudo bergan ovoz sohiblari, odobi va o'zlarini yurish turishi ham shu elni hurmatiga sazovor bo'ladigan darajadagi odob, shu odoblaridan Alloh ajratmasin. Chiroyli ovozlari bor, chiroyli yo'li bor. Pir ustozlarimiz yo'lida, Amirjon akalar, Jo'raxon akalarning yo'llarida, ularsa Tavakkal akamlar shularning yo'llarida mana ishlar aytishni o'rganib sizlarni xursandib kelyapti. Iloyim ularga oq yo'l, omon bo'lishsin, elni xizmatini qilishda charchab. Yana bir hofizimiz, ajoyib qo'shiqchimiz Halmaka Jo'rayev davraga taklif qilamiz. Marhamat, navbat Halmaka